Andijon davlat tibbiyot instituti davolash fakulteti 3-kurs bosqich talabasi Ergashboyeva Mahliyo. Bugungi mavzuyimiz mitral stenoz yetishmovchiligi. Mitral stenoz yetishmovchiligi bu yurakning chap bo'lmachasidan chap qorinchaga qon o'tishini ta'minlaydigan mitral klapanning torayishi, ya'ni qon tomirining torayishi bu mitral stenoz yetishmovchiligi bo'ladi. Mitral stenoz yetishmovchiligi bu yurakning to'g'ri ishlashiga xalal beradi, yurak qon aylanishini buzadi. Etiologiyasi, mitral stenoz etiologiyasi asosan bu yosh bolalikdan, ya'ni revmatik isitma, ko'pincha bolalikda o'tilgan angina yoki streptokok infeksiyasidan keyingi yurak klapanlariga zarar yetkazadi. Keyin boshqa kamroq uchraydigan etiologiya, ya'ni sabablari bu tug'ma, ya'ni bola tug'ilgandan bor mitral klapan nuqsoni borligi yokida autoimmun kasalliklar, nurlanish, radiatsiya, davolanishlardan keyingi asoratlar bo'ladi. Mitral stenoz yetishmovchiligi kasalligida uning belgilari yurakning tez urishi, nafas qisishi, charchoq, holsizlik, yo'tal, ba'zida qon aralash balg'am bilan oyoq qo'llarda shishish bo'ladi, ba'zan ovqatlanish o'zgarishi yokida bo'g'ilishi mumkin. Mitral stenoz yetishmovchiligini aniqlash usullari asosan birinchi o'rinda shifokor tekshiruvidan o'tish, ya'ni yurakda maxsus shovqin eshitiladi, keyin exokardiografiya, mitral klapanning holati va qorincha torayganini aniqlash uchun, keyin esa elektrokardiogramma, yurak ritmini tekshirish va rentgen, yurak o'lchami va o'pka holatini baholash. Mitral stenozni davolash, ya'ni davolash usullari: birinchisi bu konservativ, ya'ni dori-darmonlar davolash yordamida. Diuretiklar yurak yetishmovchiligining belgilari bo'lsa suyuqlikni chiqarish uchun, keyin beta blokatorlar yokida kalsiy kanali blokatorlari, ya'ni yurak urishini sekinlashtirish, keyin atrial fibrillatsiya va simptomlarni kamaytirish uchun ishlatiladi. Yurak operatsiyalari: mitral klapan rekonstruksiyasi, tomiri, mitral klapanni protezlash, ya'ni klapan qayta tiklanishini mumkin bo'lmasa uni protezlash, ya'ni o'rnini almashtirish. Keyin yordamchi chora-tadbirlarga yurak yetishmovchiligi va atrial fibrillatsiya bo'lsa ular uchun maxsus davolaniladi. Og'ir holatlarda yoki kechikkan holatlarda esa transplantatsiya ehtiyojlari bo'lishi mumkin.